O'zbekiston va Fransiya o'rtasida ta'lim va ilm-fan sohasida hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida O'zbek-Fransuz universiteti tashkil etish bo'yicha hukumatlararo bitim imzolandi. Bu kelishuv ikki davlat o'rtasida strategik sheriklikning muhim bosqichi bo'lib, xalqlarni standartlariga mos bilim va innovatsiya markazini yaratishga xizmat qiladi. Bugungi globallashgan dunyoda ta'lim va ilm-fan taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston va Fransiya prezidentlari o'rtasida muzokaralar natijasida qabul qilingan qo'shma deklaratsiya bu sohada hamkorlikni yangi bosqichiga olib chiqish imkoniyatini beradi. Mazkur universitetning tashkil etilishi O'zbekistonda xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimini rivojlantirish, yosh olimlar va tadqiqotchilar uchun innovatsiya platformasini yaratishdir. Fransiyaning yetakchi oliygohlari bilan ilmiy tadqiqotlarni hamkorlikda amalga oshirish imkoniyatini beradi. Fransiyaning nufuzli universitetining rahbarlari ushbu hamkorlikning istiqbollari borasida o'zining fikrlarini bildirdilar. Universitetning ta'lim sohasidagi o'zaro integratsiya yanada rivojlantirish muhim rol o'ynashini ta'kidlab o'tdilar. Mazkur kelishuv O'zbekistonning ta'lim va ilm-fan sohasidagi xalqaro nufuzini oshirish, talaba va tadqiqotchilarning zamonaviy bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda innovatsiyani rivojlantirish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi. O'zbek-Fransuz universitetining ilm-fan va ta'lim sohasida ko'p tomonlama hamkorligining yorqin namunasi sifatida tarixda muhrlanadi. Muhtaram prezidentimiz bugungi kunda oliy ta'limni yanada izhor qilishda va yoshlarni ta'limga qamrab olishda alohida e'tibor qaratmoqdalar. Biz soha vakillari bundan cheksiz xursandmiz va cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz va albatta bildirgan ishonchni oqlashga harakat qilamiz.